Azizlar, 16 ballonli skuterimizni ukamizga variantga qilib berdik. Ukam mayli. 16 ballonligimizni aytdim, o'zaro variantga qilib beraman deb 500 mingdan oyiga to'lashga berib yubordik. Bo'lsa bo'lib ketsin, skuterlarni ashuna qilib sotib beryapmiz oxir kelarasizlar. U 732 emas, просто bo'shlik sotib beringlar deyotganlardiki. Xudo xolasa mana ular remontga kelgan, tuzalganlar, egalari kelmayapti. Kirgan pulga sotib olamiz ularni ham. Yani bir 2 kun kutamiz endi. Bu tuzalgandan keyin pulini aytsak, sho'ta unashmay qo'yapti. Nariga bir chekadagi 200 qancha ming ham to'lash kerak. Bularni 500 mingdan to'lash kerak. Miyalari kuygan, xizmati bilan shunaqa pul olib ketadi. Shu tap ketkisi kelmayapti pulini aytgandan keyin tuzalguncha qani bo'ldimi deb qiqilashuvdi. Endi hozir tuzalgandan keyin pulini aytsa kelishmay qo'yapti. Oxir sotib yuboramiz shekilli kirgan puliga. Yangilardan xohlaganlar uchun, kattalaridan xohlaganlar uchun, besprava minaman deganlar uchun kelaverasizlar. 7 modellarimiz, zontilarimizdan ham bor. 3 xil reyliklar hammasidan kelgan. Bemalol kelaverasizlar.